Ayrim erkaklar spermatozoid umuman topilmasa, men ota bo'la olmayman deb tushkunlikka tushadi. Yo'q, unday emas. Avval holatni aniqlash kerak. Agar spermada spermatozoid umuman ko'rinmasa, ichkarida bor, tashqariga chiqa olmayotgan bo'lishi ham mumkin. Ayrimlarda spermatozoid ishlab chiqariladi, lekin tashqariga chiqa olmaydi. Bunga sabab yo'llar tiqilib qolgan yoki yallig'lanish, infeksiya, operatsiya va boshqalari bo'lishi mumkin. Bu holatda sperma ichkarida bor, lekin tashqariga chiqmayapti. Bunday holatda TS amaliyoti orqali spermatozoid topiladi. Ba'zi erkaklarda gormonal muammo, varikoz yoki genetik omillar hisobiga juda kam ishlab chiqariladi. Bu holatda ham ba'zan 1-2 dona bo'lsa ham topiladi va laboratoriya uchun shu ham yetarli. Agar TS ham topilmasa, ochiq aytish kerak, bu erkak ota bo'la olmaydi.